G'alati maxluqning o'yin o'ynashi. Govo bilamsan, taroza g'alati maxluqning o'lchishiga asoslanganda, sening badan eg'irlig'ing g'alati maxluq tovuzi bilan o'xshash ekan. Rasma? Agar men mundaq qilsam-chi? Andig'i mening badan eg'irligim tovuznikidan eshib ketgandi. Tovuzning yerimi qoldi. Chiqroq ekran doim Govoni qo'rqitib yetadi. Chiqroq ekran Moskvadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maxluq yordamga muhtoj bo'lib yetibdi. Qayerda g'alati maxluq yordamga muhtoj bo'lsa, G'alati maxluq nimanda qo'moq kichik maxluqlar bu. Kichik birodarlar, sizlarga qanday yordamimiz kerak? Bizning o'rindiq talish o'yin o'ynag'imiz bor. Vah! O'rindiq talish o'yinini men bek yaxshi ko'raman. Bizmi shu? Biroq biz o'yinimizni o'ynay olmadik. Mumkin bo'lmadi. Sizlar bizga qanday o'ynaydiganligini o'rgatib qo'ysanglar bo'lamdi? Albatta, biz senga yordam qilamiz. Sen g'alati maxluq matematik atrofdagi ishengin. Shundoq, rahmat sizlarga. Biz kichik maxluqlarga o'rindiq talish o'yinda o'ynashga yordam qilaylik. Men g'alati maxluq matematik uqumidan foydalanib hal qila oladiganligimizga ishonaman. To'g'ri, g'alati maxluq matematikasi har qanday masalalarni hal qila oladi. To'g'ri, chunki g'alati maxluq matematik uqumi hamma yerda mavjud. Sizning g'alati maxluq matematik atrofga qo'shilib, vazifa o'rindig'ingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamsizlar? Bek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy askatmi so'ziga muhtoj. O bizning vazifani o'rganishimizga yordam beradi. Bugungi g'alati maxluq matematika askatmi so'z bo'lsa, texnik ko'p. Kelar qatim raqamlik maxluqni ko'rganingizda, biz bilan birlikda g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tanladim. Biz birlikda matematikani qiziqarli sirlarini ochaylik. Texnik ko'p. Hozir demaysan Govo. Kelar qatim raqamlik maxluq ko'rgan andin degin. Ma'qul. Men doim unutib qolaman. Ma'qul, g'alati maxluq matematika atrofda kichik maxluqlarga yordam qilib, o'rindiq talish o'yini o'ynashib beraylik. Hey, kichik maxluqlar, g'alati maxluq matematika atrofda sizlarga yordam bergili keldi. Biz bu o'yinni o'ynashga amalsiz qoldik. Sizlar bizga bu o'yinda zaten nima ish bo'lganligini ko'rsatib bermamsizlar. Bu o'yin shundoq yaxshi bo'lib yetibdi-ku. Hammasi yangi, yaxshi. Kichik maxluqlar nimishqa xushal bo'lmaydi? O'rindiq talish o'yinda muzika to'xtagan vaqtda bir maxluq cho'qim o'rtirish kerakdi. Uni o'ltirgan o'rindiqi bo'lmasligi kerakdi. Mushtaq bo'lganda bir maxluq yengilib qoladi. To'g'ri, eng og'riqli maxluq o'rindiqda o'ltirgan qadar mushundaq bo'lganda bu o'yin davomlashadi. Shunda utgan bo'ladi. Biroq hammamizning o'tiradigan o'rindiqi borda. Shundoq, chunki hammalarning o'tiradigan o'rindiqi bor. Ba'zi yerlarda masala ko'rildi. Men qanday qilishni bildim. Bu rostmi? Shunda. Chunki muzika tiz qo'yilmagan. Govo, sen jazmlashtira olamsan? Shunda, jazmlashtiraman. Menimcha muzika tiz qo'yilsa bo'ladi. Hey, ularning hammasi o'rindiqda o'tira oladi. Undaqda hammasi yengib oldi degan gap. Menimcha o'rindiq talish o'yini buningga qaraganda yaxshi o'yinmikin deb qarayman. Raqamlik maxluqni ko'rdinglarmi? Bu bizning g'alati maxluq matematika maxfiy askatma so'zini ishlatishimiz kerakligini bildirdi. Texmi ko'p. Tayyorlig'inglar bitdimi? Biz birlikda deylik. Men 3 sanayman. 1 2 3 Texmi ko'p. Qaranglar, muvaffaqiyat qozondik. G'alati maxluq matematik ko'rsa ekran keldi. Daraxtda sariq ranglik maxluqdan birisi bor. Daraxtda yeshil ranglik maxluqdan birisi bor. Daraxtda ikkita sariq ranglik maxluqlar bo'ldi. Bu vaqtda daraxtda bir tal yeshil ranglik maxluq bor. Daraxtga yana bir sariq rangli g'alati maxluq keldi. Daraxtda jami 3 ta sariq ranglik maxluq bor. Hozir daraxtda 3 ta sariq ranglik maxluq bilan bir tal yeshil ranglik maxluq bor. Daraxtdagi sariq ranglik maxluqning soni yeshil ranglik maxluqnikidan ko'p. Apla, hozir daraxtda yeshil ranglik maxluqning soni texmi ko'p. Rahmat sana ko'rsiz ekrani. Bu bizga cho'ng yordam bo'ldi.
Biz texmi köpnің мәнісini bilib aldık. Endi biz kichik maxluqlar o'rindiq talish o'yinini o'ynag'ili bo'lamdi yo'q, qarab boqayli. Sizrek bo'layli do'stlar. Biz cho'qim qilalaymiz. Biz birlikte matematik bilimlarini foydalanamiz. Bir, ikki, üç. Cemi 3 tal kichik maxluq bor ekan. Emis o'rindiqning soni-chi? Biz sanab boqayli. 1 2 3 3 tane o'rindiq bor ekan. O'rindiqning soni bilan g'alati maxluqning soni o'xshash ekan. Balkim ko'rsatish ekranining bizga ko'rsatib bergani bo'lsa, agar o'yinni o'ynamoqchi bo'lsa, bir narsaning soni yana bir narsanikidan texmi ko'p bo'lishi kerak. Ha, men bildim. Biz bir tal o'rindiqning sonini ozaytayli. Mushunda qilsak, o'rindiqning soni maxluqning sonidan ko'p bo'ladi. Men bilan mang'ay kichik birodar. Makis, men bunda qaramayman. Muzikani qo'y, Govo. DJ Govo muzikani qo'ydi. Didi du ba 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 didi du ba 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 didi. Bu qatim g'alaba qildikmi? Müzik to'xtaganda bir kichik maxluq o'rtirib qolsa bo'ldiganligini bilardik. Anda bu o'yinni o'ynag'ili bo'ladi. Kichik maxluqlar, sizlarmishqa o'ltirsizlar, ha? Chunki bizning o'ltirgan o'rindig'imiz bor-da. Ikki kichik maxluqning 3 tal o'rindig'i bor. O'rindiqning soni maxluqning sonidan ko'p. Biz endi qanday qilishimiz kerak? Do'stlar, sizlarning qanday qamalinglar bor? Sizningcha g'alati maxluqning soni o'rindiqning sonidan ko'p bo'lishi kerakmi? Meningcha, sening deganing to'g'ri. Biz sinab boqaylik. Bir tal maxluqni qo'shib, bir dona o'rindiqni elib taylik. DJ Govo, muzik qo'y. Bir kichik maxluq o'rtirib qoldi, o'tirdi. O'yinda g'alaba qildik. Belki yaxshi bo'ldi. Hozir 2 tal maxluq qoldi. Biz kichik maxluqlarning sonining o'rindiqning sonidan ko'p bo'lish kerakligini bildik. Agar biz yana bir o'rindiqni chiqarib etsak, g'alati maxluq o'rindiq, texmi ko'p g'alati maxluq o'rindiqqa aylandi. Bundaq bo'ladiganligini o'ylab boqmabdi ekanman. Ular cho'qim g'alati maxluq o'rindiqni ko'paytdi. Ular o'zlari nusxlaydi ekan, bakmi g'alati ekan. Biz davomli o'ynay olaymizmi? Biz g'alati maxluq matematikasidan foydalanib bu masalani hal qilaylik. Biz o'ylab boqaylik. G'alati maxluq soni o'rindiqning sonidan ko'p bo'lishi kerak. To'g'rimi? To'g'ri. Bizda hozir 1 2 3 4 dona o'rindiq bor. Bizda hozir 1 2 tal g'alati maxluq bor. Meningcha bo'lganda g'alati maxluqning soni o'rindiqning sonidan ko'p bo'lishi kerak. Men qaqaq ovozni angladim. Sizlar raqamli g'alati maxluqni ko'rdinglarmi? Siz ko'rdingizmi? Emis biz birlikda g'alati maxluq maxfiy ko'rsatmasin deyishimiz kerak ekan. Texmi ko'p. Men 3 sanayman. Ko'pchilik tayyorlig'inglar bitdimi? 1 2 3 Texmi ko'p. Bak yaxshi bo'ldi. G'alati maxluq ko'rsatish ekrani kapti. 3 tal g'alati maxluq, 4 g'alati maxluq telish taxtasi bor. Sana bir telish taxtasi beray. Sangami birini beray. Sangami birini beray. Yana bir tal telish taxtasi eshib qoldi. Qanday qilishimiz kerak? G'alati maxluq telish taxtasining soni g'alati maxluq sonidan ko'pkan. Xayri xo'sh, hozir telish taxtasining ustida turgan g'alati maxluqlarni ketdi. Bu bizga ba'zi narsalarni tushuntirib beradi. Biroq nimani tushuntirganini faqat bilmadim. Bu telish taxtasining soni g'alati maxluqning sonidan ko'pligini tushuntirdi. Albatta. Ilgari ajablarni o'ylamabman-ku. Biz telish taxtasiga ehtiyojli ekanmiz. Govo, bu ko'rsatish ekranining ko'rsatganidan bizga ehtiyojli narsa yoki emasligini jazmlashtirib olmayman. G'alati maxluq matematikasini aytsin. O'rindiq talish o'yinida g'alati maxluqning soni o'rindiqning sonidan ko'p bo'lganda ondan o'ynag'ili bo'ladi. To'g'ri. Lekin hozir o'rindiqning soni g'alati maxluqning sonidan ko'p. Unda qo'z o'ynag'ili bo'lmaydi-da. To'xtanglar. Meningcha bo'lganda bu o'yinni o'ynag'ili bo'lganligini bildim. Chunki biz texmi ko'p degan so'zni bilib oldik emasmi? Lili qanday qilmoqchidir? Buni ayta oddiy Govo. Lili balkim Lili sen qanday qilay deysan? Qarab turinglar. Biz oldi bilan bu 3 maxluqni bu yerga keltiraylik. Men qarab boqay, ha? 3 tal g'alati maxluq, 4 tal o'rindiq. O'rindiqning soni g'alati maxluqning sonidan ko'p. To'g'ri. Men qanday qilganda o'rindiq talish o'yini davomli o'ynag'ili bo'lganligini bildim. Tayyorlan.
Muzika qo'y. Hazır o'yinning qaytisi bo'lsa, g'alati o'rinda g'alati mahluqlarning ustida o'tirish. Bu o'yinni yana davomli o'ynag'ili bo'ladigan bo'ldi. Vay! Bu o'yinni yoqtirib qoldim. Kovu, menimcha sen boshqalarga qaraganda bekarroq hayajonlanib ketibsan. Yaxshi qildinglar, g'alati mahluq matematika atirdikilar. Biz qanday qilganda o'rindiq talish o'yinini o'ynash masalasini hal qila oldik. Hamda o'rindiqni o'ynay oldik. Biz texmi ko'p degan so'zni o'rgangandan keyin shunga biz g'alaba qildik. Şoňa biz mäxluqlaryň usuli boýunça alqyş aňartaýly. Emis 3 sanaýman. 1 2 3 Oy! Biz Matematika matematika bilimlerinde bilimlerinde g'alaba g'alaba qozondik. qozondik.